Tak, yaxshi kiyimni ham almashtirib oldim. Xo'sh, hammaga salom, sizlar bilan men Estromik va yangi videoga xush kelibsizlar. Bo'lmish, qalaysan? Nima, Estromik, sen meni xafa qilyapsan. Uyqudan uyg'otish uchun mayli bor yuzingni yuvib chiq. Mayli, xo'sh. Jitorlarning gapiga o'zi ham tushunmasa kerak. Xo'sh, biz nima qilayotgandik va biz bir narsani o'ylab qoldim. Podpischiklar, Frankni ham biz ishga olishimiz mumkin. Nega mumkin emas? Axir uni albatta bizning uyimizda yashayapti va u ham biror foydasi tegishi kerak. Shuning uchun men boshliq bilan gaplashib ko'rish kerak. Albatta bir yaxshilik qilsak, qilibmizda. Xo'sh, yaxshi. Xo'sh, kelinglar birdaniga bossga telefon qilib, ya'ni qo'ng'iroq qilib ishni qulflab qo'yamiz. Qo'ng'iroq qilib birdaniga so'rab ko'ramiz. Xo'sh, yaxshi. Nomeri qani edi? Mana yaxshi, xo'sh, chaqiryapti. Alyo boss, yaxshimisiz? Stromik, ishga kelyapsanmi? Ha, boryapman. Faqatgina meni bir do'stim bor. O'tgan safarga aytib bergandim, Frank, ya'ni uni birorta ish topsak bo'ladimi? Ha, bu o'ylab ko'rish kerak. Yo'q, stop. Bo'lar ekan. Qurollarni yashiklarga solish kerak. Bugun shu ishlarni qilsa bo'ladi. Yaxshi bo'ldi. Bo'lmasam podpischiklar, telefonimni quvvati o'chib qoldi. Hech narsa yo'q. Ishga olib boraveramiz. Boss to'g'ri tushunadi. Albatta ishchi telefonim emas bu, chunki hatiya давайте let's go. Bo'lmasam biz birdaniga hozir Frank chiqishi bilan unga biz xabar beramiz. Stromik nima deyotgandik? Xo'sh, короче, senga ish gaplashib qo'ydim. Biz ishxonada senga ham ish topiladi. Men boss bilan gaplashdim. Men bugun sen bilan ishga boraman, короче. Nima deyapsan, Stromik? Senga bularni men qanday qaytaraman? Axir men juda qo'jonat bo'lyapman, Stromik. Yo'q, nega unday deysan? Atiga, давайте. Короче, ishga borasan dedimi? Borasan. Gap cho'zmagin. Odamni qiynab yubording. Bo'pti, ketdik. Axir sen meni do'stimsan-ku. Axir 5 kundan beri birga yashayapmiz. Axir albatta nima desa bo'ladi, 5 kun ichida biz juda ham ko'p narsalar haqida gaplashdik. Junior Minecraft bug bo'lib qoldi. Xo'sh, nima deysan? Mana shu yerda o'tirganda sovuqda seni sekinlik, kasalmisan deding, yordam berding. Senga juda ham kattakon rahmat. Buni oxirigacha buni unutmayman. Yo'q, ana shu kulrang mashina meniki. Bemalol o'tirish mumkin. Wow, seni mashinang ham bormi? Shumi? Da, shu. Mana ishga ham kelib oldik. Endi bo'lsa biz birdaniga nima qilamiz, bilasanmi, Frank? Ishga kiramiz. To'g'ri, bu ham to'g'ri. Lekin birinchi o'rinda biz boss bilan gaplashamiz. Давайте let's go. Mana shu yerga kirishing mumkin. Yo, salom. Max, hozir chiqaman. Tushundim. Xo'sh, yaxshi. Bo'lmasam Max, короче, Frankly mana bossimiz. Assalomu alaykum boss. Mana mening do'stim, ya'ni Max keldi. Max deyman, Frank keldi. Juda ham yaxshi. Unday bo'lsa senga savolimiz bor. Shu olishdan kerak-nechi? 5. To'g'ri javob. Sen ishga olinding, bemalol kirishing mumkin. Yaxshi. Ozgina g'alati. Menga mayli, hech qisi yo'q. Menga birga matematik savollar berilmagan. Hatiya do'stlar, bu bizning yangi do'stimiz Frank va bu bizni ishxonada qurollarni yashiklarga solib, yoq-bu-yoq qilib yuradigan bola bo'lib ishlaydi. Tushungan bo'lsangiz, albatta hammangizga rahmat. Men bo'lsa kiyim almashtirishga kirib ketaman. Do'stlar, ular gapirishga ham ulgurmadi. Chaqayman kiyim. Yo'q. Men bitta shaxsiy ishlarim bo'pti hazil. Podpischiklar, albatta sizlar kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Sababi men juda ham birga bo'lishni xohlayman. Shuning uchun birga bo'lishim uchun siz kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishingiz kerak. Xo'sh, bo'lmasam kelinglar, biz ishga chiqamiz. Xo'sh, yigitlar, nima gaplar? Tinchlik, osudalik, xotirjamlik. Ha, yaxshi. Toshkent luluging bilan o'tdi meju hamayli. Boss bo'lmasam, men to'g'rirog'i ishga chiqib ketaman. Xo'p, salomat amal. Ko'rchi, xo'sh, Max nima gaplar hayotdan tinchmi bo'lyapti? Nima ham deysan endi, hayotimiz tinch. Ha, yaxshi. Unday bo'lsa, ovozing o'zgarib, mayli, xo'sh, bu meni mashinam. Mana bu yerdagi Jigulilar nima? Bu yerda mashina nima qilyapti?
Ha, mayli, bossni tushunib bo'lmaydi, lekin u bekiniki bo'lishi ham mumkin. Хотя hamma yo'q tinch, ozodalik, to'g'rimi, Max? Mana bu bossning mashinasi Mercedes-Benz. Kommentariyga yozib qoldinglar, sizlarga BMW yoki Merc. Nima deysiz? Shuni kommentariyga yozib qoldinglar. Max, senga-chi? Nima? Ha, senga BMW yoki Merc. Menga BMW Ovozing nima? Tez o'zgaryapti. internet. Tak, Max, xush, bo'lmasam ovozing o'zgarishiga o'rganib qoldim sababi Maxning mikrofoni buzilibdi. Qo'sh, men ish vaqtim tugadi. Ha, mana ko'rishing. Yo'mayo, Jon Ursun otish kerak. Yo'mayo, kirib ketib qoldi. Uzr, Max, yo'mayo. O'qidim. Qo'limdan o'qidim. Yo'mayo, Jon Ursun. Ertaga sizlar bu tumani o'ldiramiz. Yaxshi, mana buni ham o'ldiramiz. Okey. Men o'ldirmagan iltimos. Pashole, xush, yaxshi подписчикlar. Xush kelinglar, biz yashiklarni olamiz. Hozir bular yana kelishi mumkin. Hali butunlay tinch. Yo'mayo. Bizda jasadlar bor. Max o'lgan desam ham bo'ladi. U yerda bir bandit ham yotibdi. Uni boss o'ldirgan bo'lish kerak. Quroli ham qo'ldan chiqib ketibdi. Jon Ursun, senlar kimsizlar axir? Yo'mayo, bular kim bo'lishi mumkin? Hozir men bossdan so'rayman. Xo'sh, assalomu alaykum. Xo'sh, nima qilish kerak? Hozir bu yerda nima qilamiz? Sen anu do'sting bor-ku, mana shu umuman yo'q bo'lib qoldi. Uni shu sotqa men bilganim boshqa mana shu devordan invisibility qo'yilgan, ko'rchi. Devordan chiqib ketsang bo'ladi, soxta devor. Qurollarni olib chiqib ketib himoya qil. Tushundingmi? Tushundim. Xo'sh, yaxshi. Nima desam bo'ladi? Podpisчиклар, qurollar hammasi shu yashiklarda va bizning invisibility ham mening buni xabarim bor edi, boyos menga aytib bergan. Хотя podpisчиклар rostdan ham Frank yo'q. U qayerda bilmayman, to'g'risi.